bovam aytgan hikmetler. Aile xoşallıqı tang barpo qilindi. Avazda Xuncham Rozi. Burunqi zamonda bir jüp inaq aqib o'tgankan. Ular o'ylangandan keyin bu ayrılmay bir hoylada bir-birisini izzetlab turmuş kechiribdi. Qazini bir bo'g'ashqa bir ayda aksi rasxot qiladigan. Yani bir ayda enisi rasxot qiladigan. Kunlar ana shundaq xotirjamlik ichida o'tib beribdi. Bir kuni aksining ayoli erga: "Hey, bilib qo'ying Juma, sizning o'z iningiz bilan inoq o'tishingizda mening rolim bor," debdi. Aksi: "Manga neri, sening nima roling bo'ladi? Biz degan azaldan bir qitimmi qapoq turishib baqqan qarindoshlar emas. Sen her qancha qilg'ining bilan biz yana ap o'taveramiz," debdi. Bu gapni anglab, xotinning ichiga bir jin kiribdi da, eriga qarab: "Undaq bo'lsa, qaysimizning so'zi to'g'ri, keyin bilib qolasiz," debdi. Shu ayliq rasxot qilish navbati inisi kelgankan, inisi bozordan bir dona qo'y elib chiqib so'yib, 2 dona börekning birisini akasining o'g'liga, birisini o'zining o'g'liga beribdi. Kechqurun aksi bozordan kelishiga xotini domsiyib: "Oy, eningizni bak maqtab ketyaptingiz. Chaqliqli bir nimkan-ku. Qo'yni so'yib, bizning bolamizni talmirtib qo'yib, bir börekni bolsig'li berdi. Bolam bechora mo'ldirlab qarabli qoldi. Shu odamgarchilikmi? Siz bo'lsangiz hargiz mundaq qilmaydingiz," debdi. Bu gapni anglagan aksi ochig'ini bosolmay yugurib chiqqan peti inisini tillabdi. Alahazal ular xeli deyishibdi. Bu ahvolni ko'rgan aksining ayoli qaqaqlab kulib turib, eriga shundoq debdi: "Hoy kishi, eg'irroq bo'ling. Qo'ydimi bir börek bo'lamdi? Yana birisi qani demaysiz-ku? Inangiz 2 börekning birisini avval bizning bolaga, andin yana birisini o'zining bolasiga berdi." Erning ochig'i kelib: "Hey, sen xotiniz-a?" deb terkibdi. Xotini bo'lsa mag'rur holda: "Qandaq, mening rolim bormikan?" debdi. Shundan keyin Akfuklar o'zlarining inoq o'tishida xotinlarining roli borligini tushunibdi. Hikmat: oiladan iborat kichik vatanning podshoh va xonishlar bo'lgan er-xotin hech qachon bir-biridan mustaqil holda atrofdagilar bilan munosabat o'rnatolmaydi. Ular ba'ayni qon bilan go'shtdek uyushqandilar, andin hayotning lazzatini tetiy oladi. Kimdi-kim mening rost deydigan holatini o'zgartmaydigan jidal majradan xoli bo'lolmaydi.